Qachon biz to'xtatamiz bu korrupsiyani? Oyliklar oshgan bo'lsa, olayotgan ishi uchun daromadlar yomon bo'layotgan bo'lmasa, bu rahbarlar agar shu ishni qilayotgan bo'lsa, qolganlar keyin, bu faloncha oldik dedik, men boshlig'im dedim. Men nima uchun olmasligim kerak ekan deydi. Keyin u ham qo'shiladi. Keyin 3-inchisi qo'shiladi, keyin 4-inchisi qo'shiladi. Bo'ldi, shu bilan keyin hamma viloyatdan boshlab to tuman, mahallagacha hammasi pastga tushguncha to'liq ketaveradi. Chunki tepadan boshlandimi, pastga qarab davom etadi u. Hamma narsa sizlarga bog'liq. Tumanda, mana viloyat, mana bu yerda o'tirganlar sizlarga bog'liq narsa. Sizlar agar to'g'ri ishlasangizlar, pastdagilar ham keyin sizlarga qarab turib, "Ya shoshma" deydi, tepadagilar to'g'ri ishlayapti deydi. Men to'g'ri ishlashim kerak deydi. Ular ham keyin to'g'ri bo'ladi. Keyin undan pastdagilar ham to'g'ri bo'ladi. Bo'lmasa uni oxiri yo'q. Xalq ko'rib turibdi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Xalq bilmaydi debmi? Xalq hammasini bilib o'tiribdi. Hammasini ko'rib o'tiribdi. Kim qanday qilib uy qilgan, kim qanday qilib mashina qilgan, bilmaydi deysizlarmi xalqni? Hamma biladi. Hamma o'ziga xulosa qilsin. Birinchi o'ziga xulosa qilsin, ikkinchi boshqalarga ham o'rnak bo'lsin.